8-mart islom ummatini ayollariga Alloh taolo hijobni buyurgan. Kufr mana shu hijobda ayollarni yuzidan olgan bitta islomiy hukm bulg'angan. Chor Rossiyasi kelib, sotsialistik tuzum barpo bo'lib, shu tuzumni boshqarish kommunistlarning qo'liga o'tganda 8-mart kunini paranji yopish, O'rta Osiyoda paranjilarini yoqib, ayollarni, muslima ayollarni keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil. Yuzing qanaqa, qoshing qanaqa, ko'kraging qanaqa, bo'yning qanaqa, o'zingni endi namoyon qilib ochil degan kun bo'ladi. Ayollarda islomdagi bitta hukmi kufr tarafidan toptalgan kun bo'ladi. Endi bitta musulmon odam ayoliga kelib, qiziga kelib, bir narsa shirinlikmidi sovg'a qilib, yuzingiz ochilib, iymoningiz yoqilib, kofir bo'lganingiz qutlug' bo'lsin degani bo'ladi. Ochilganingiz qulluq bo'lsin degani bo'ladi. O'zligingizni hammaga ko'rsatgan kuningiz, kufringiz muborak bo'lsin degani bo'ladi. Iymondan kufrga o'tgan kuningiz bilan tabrik qilaman degani bo'ladi. Kim xotinini, qizini kufrga rozi bo'lsa, ochilishiga rozi bo'lsa, endi siz biznikisiz-u, hamma sizni yuzingizni ko'rib maza qilaversin. Hamma ko'zi bilan sizni zino qilaversin. Hammaga zinoga biz rozimiz, sizga muborak bo'lsin degani bo'ladi. Ammo musulmon kishi, iymoni bor, hamiyati bor kishi hijobni himoya qiladi. Bir musulmon kishining gardanida 4 ta ayolda omonati bor dedilar Payg'ambar alayhisalom. Birinchisi onasi, ikkinchisi ayoli, uchinchisi singlisi, opa-singlisi, to'rtinchisi qizi. Mana shularning ichida onasi agar otasining iymoni zaif bo'lsa, bolasini gardaniga tushadi, onasini himoya qilishligi. Hijobing bilan chiq, ey ona, ertaga Xudoning oldida yuzing kuymasin deydi. Ammo otasi mustahkam bo'lsa, farzandi gardanidan otani gardaniga saqlanib qoladi. Singlisi